Assalomu alaykum. Hurmatli mekendoshlar, dehqonlar, bog'bonlar. Mana Murzo degan og'iz bera qarab qo'ying. Mana жаңы metod nima qilibdir. Reka qog'ib, zin tortgandan ko'ra bunday makani egib, makaga keyin o'sgandan keyin pomidorni baylab qo'ysa bo'lar ekan. Mana buni duo v одном deydi. Maka ham pishaveradi, pomidor ham pishaveradi. Ödegi qarag'amasi öğretken buna. Жаңы metod. Men bilmem, может быть, boshqa birovlarda shunday qilgandir, biroq men birinchi yo'l ko'rib o'taman shunday qilishini. Mana kun tiysin deb makam barglarini ham tushirib tashlabdir. Mana kun tiyib turadigan, pomidor o'sib, maka o'sib, dumbil bo'lib o'tadi. Mana Murzo aka, qana bir kommentariy berib qo'ying o'zingizning dehqonchiligingizga. Qanday bu, kim bu sebep bo'ldi bunday qilganga? Qanday bu o'yga jetdingiz? Yozda shu yekkanda mishtat etib qo'ydim shu makaga baylanib. Mana so'ka qilish uchun ko'p to'xta kerak. Tush olish kerak. Ammo mana qildimda bu yengil bo'ldi. Makaga bayladik, ustida maka tagida pomidor olib o'tamiz. Endi xudo xolasa kuzga bularni bunday qilib turib mayli qirqib mayli teplitsa qilamiz. Plenka jasqizamiz. Ertaga qo'qqisidan qattiq shamol bo'lib ketsa, jig'ilib qo'yadi. Qarmaydi. Qarmaydi. Boshda hozirdan shunday qilib qo'yish kerak, birini biriga baylab. Qilish kerak edi unga. Shamol-pamolda bir-birini so'yib taqab turadi. Mana Barjo аккуратно, культурно, современно, экономично. Bu joqda da уже mana bayirda o'tadigan barglarini julib, sindirib, mana pomidorlar matib yerga yotib qolgan. Endi o'sha pomidorlarda xudo xolsa tiklab ko'taram deydi. Ko'rib yurgan o'g'illar, tug'anlar.